Azizlar, bugungi mavzumiz suvning qattiqligi. Bu mavzu kimyo san'atida ham, hayotimizda ham juda muhim ahamiyatga ega. Ya'ni biz agar suv iste'mol qilayotgan yoki foydalanayotgan suvimiz qattiqligi bo'ladigan bo'lsa, undan foydalanish anchagina xarajatlarga keltirib chiqarishligi mumkin. Buni qanday tushunishimiz mumkin? Oddiy holda kir mashinalarimiz yoki suv isitadigan qozonlarimiz hammasining samaradorligi tuz bo'lganligi, ya'ni qattiqligi bo'lgani hisobiga tushib ketadi. Xo'p, bizga muhimi bu qattiqlik nima, uni qanday ketkizish haqida gaplashaylik. Suvning qattiqligi nima? Suvning qattiqligi uning tarkibidagi kalsiy, magniy ionlarining gidrokarbonatlari, sulfatlari, xloridlari kabi ionlar bilan birikib tuz hosil qilish hisobiga kelib chiqadi. Va bu qattiqlik ikki xil bo'ladi. Vaqtinchalik qattiqlik va doimiy qattiqlik. Vaqtinchalik qattiqlikni kalsiy gidrokarbonat, magniy gidrokarbonat ta'minlasa, doimiy qattiqlikni esa kalsiy sulfat, magniy sulfat yoki xloridlari ta'minlaydi. Boshqa anionlar ham bo'lishligi mumkin. Odatda eng ko'pi shu ikki turli anion tufayli kelib chiqadi. Uning qattiqligini yo'qotish usullari qanday? Nima uchun vaqtinchalik deyilgan, nima uchun doimiy deyilgan? Agar biz qaynatganimizda oddiygina qaynatish orqali yo'qoladigan bo'lsa, bu vaqtinchalik qattiqlik. Agar qaynatganimizda ham yo'qolmaydigan bo'lsa, bu doimiy qattiqlikka sabab bo'ladi. Uni odatda yo'qotishlik uchun kimyoviy ishlov berish orqali yo'qotish mumkin. Soda qo'shish mumkin, ishqor qo'shish mumkin va hokazo shunaqa kimyoviy moddalar tufayli uning qattiqligi yo'qoladi. Mana bu shunday holatda yo'qotishimiz esa bu doimiy qattiqlik deyiladi. Ba'zi bir manbalarda vaqtinchalik qattiqlik bilan doimiy qattiqlikni yig'gan holda umumiy qattiqlik ham degan joylari bor. Xo'p, azizlar, bugun bizga bu qanaqa holda misol tushadi, o'shalarni ham ko'rib chiqamiz. Ya'ni nima deydi? Suvning qattiqligiga oid misollarimiz anchagina ko'p, yaxshigina misollar bor va o'shalarni ham siz bilan tanishishga harakat qilamiz va bu muammoni kelajakda yechishni harakatini qilamiz. Demak, birinchi misolimiz suvning ya'ni 100 litr idishda turgan, ya'ni sistemda turgan saqlanayotgan eritma bor ekan. Zichligi 1 ga teng. Eritma tarkibida 0,0162% kalsiy gidrokarbonat va 0,0146% magniy karbonat gidrokarbonatlari mavjud. Ushbu eritmaning qattiqligini toping degan misol. Qattiqlik topishni hamma biladi. Kalsiy ionlari va magniy ionlarining konsentratsiyasini, ya'ni milligram holatida topishimiz kerak bo'ladi. Bu qanday amalga oshiriladi? Ya'ni kalsiyning shu eritmadagi kalsiy ionlarining milligram massasini ekvivalentligi va eritmaning hajmiga bo'linadi. Bu ham xuddi shunaqa magniyning eritmadagi magniy ionlarining milligrammi va eritmadagi o'sha magniyning ekvivalent massasi va eritmaning hajmiga bo'linganda chiqadigan qiymat qattiq. Buni umumiy qilib yig'ib yozish mumkin. Qattiqlikning kalsiy ionning milligram ekvivalentga, magniy ionning milligram ekvivalentga bo'lamiz. Uni hajmga bo'linadigan bo'lsa, suvning qattiqligi chiqadi. Endi shuni tartib bilan ko'rib chiqamiz. Bizda hozir 100 litr eritma bor. 100 litr eritma. 100 litr eritmamiz milga o'tadigan bo'lsa 100 ming mil bo'ladi. Uni zichlikka ko'paytiramiz, albatta 100 ming gram bo'ladi. 100 ming gramni foizga ko'paytirib 100% ga bo'lib olsak, bu 16,2 gram kalsiy gidrokarbonat borligini, bu ham xuddi shunaqa topiladi va 11,6 magniy gidrokarbonat borligini chiqaryapmiz. Endi qattiqlik topishdan maqsad ionlarni massasini topish edi. Agar kalsiy gidrokarbonatda bitta kalsiy bo'ladigan bo'lsa, 162 massa
molekulyar massada 40 molekulyar massa bo'ladigan bo'lsa, 16.2 sida qancha desa 4 gram bo'ladi. Uni mingga ko'paytiramiz. Ya'ni biz uchun milligram muhim. Magniy ham xuddi shunaqa topiladi. Bu 2400 milligram bo'ladi. Ikkalasini 4000 ni qarang, 20 ga bo'lyapmiz. Bu 20 nima edi? Kalsiyning ekvivalenti 12 nima edi? Magniyning ekvivalent massasi. 2400 bo'lib olamiz. 100 o 200 100 bo'ladi. 400 bo'ladi. 100 ga bo'ladigan bo'lsa 100 litr endi eritmaning litri 4 milligram ekvivalent bo'ladi. Shu eritmaning qattiqligi 4 milligram ekvivalent litrga teng ekan. Endi ikkinchi misolga o'tadigan bo'lsak, xuddi shu misolda imkon qadar olishga harakat qildik. Shu ushbu suvning qattiqligini hisoblang degan va qizdirilganda, qaynatilganda qancha quyqa hosil bo'ladi, ya'ni cho'kma tushadi deyapti. Qattiqligini topib o'tirmaymiz, topganmiz. Tepada misolda ushbu suvning qattiqligini hisoblang 4 chiqadi tepada. Endi qizdirilganda, qaynatilganda qancha quyqa tushadi? Ko'rayotgan bo'lsalaringiz, kalsiy gidrokarbonat qizdirilsa kalsiy karbonat bo'lib quyqa, ya'ni cho'kma tushadi. Agar 162 gramidan 100 gram mol hosil bo'lsa, 16.2 gramidan qancha deb olamiz? Ya'ni 10 gram bo'ladi. Bundan ham xuddi shunaqa ikkalasini yig'ib oladigan bo'lsak, 18.4 gram cho'kma tushadi. Xo'p, bu oddiyroq bo'lishligi mumkin, lekin keyingi misollarimizga asqotadi. Endi 3-misolimiz xuddi shu misol. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, hamma misolni bir xil qilishga harakat qilyapmiz. Tushunarliroq, soddaroq bo'lishligi uchun. Hajmi 100 ml bo'lgan sisternada saqlanayotgan eritmaning zichligi shunga teng. Xo'p, eritma bu tushunarli, mana o'qib turibsiz. Endi ushbu suvning qattiqligini hisoblang deyapti. Qattiqlik hisoblashda bilamiz. 100 ml ko'paytirib olamiz, mana shu chiqarib gramdan chiqarib oldik. 16.2 12 gram. Va har biridan kalsiy va magniy ionlarini chiqarib oldik. Endi ularni ya'ni 4000 milligram bo'ladi, bu 2000 milligram bo'lyapti. Ya'ni milligramga o'tib olishimiz shart bo'ladi va har bir milligramning ekvivalentiga mana bu 20 kalsiyning ekvivalenti, bu 12 magniyning ekvivalenti va uni bo'lib olib 100 ga, ya'ni 100 litr bu eritmaning litri. 200 bo'lsa 4, ya'ni suvning qattiqligi. Va endi bitta shart aytyapti bolalar. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, qizdirilganda, ya'ni qaynatilganda qancha quyqa hosil bo'ladi deyapti. Qancha quyqa hosil bo'lishi bu joyda bir xususiyat bor. Kalsiy yoki magniyning gidrokarbonat bilan kelgan holati vaqtinchalik qattiqlik namoyon qiladi. Videoda ham ma'lum edi. Lekin sulfat, mana shu yerda yana xloridlar bo'lib turadigan bo'lsa, bular nima bo'ladi? Doimiy qattiq. Buni qaynatib yo'q qilib bo'lmaydi. Endi mantiqan o'ylaydigan bo'lsa, qaynatilsa qaysi biri yo'qoladi mana shu yerda? Ya'ni gidrokarbonatimiz bor, kalsiy gidrokarbonat bor va magniy gidrokarbonat bor. Bizga mana bunisi, ya'ni kalsiy gidrokarbonatimiz qaynasa yo'qoladi, ya'ni 4 yo'qoladi. Bizda oxirida qoladigani magniy sulfat bo'ladi. Bundan ko'radigan bo'lsak, biz faqatgina magniy sulfatning ekvivalentini hisoblab qo'ysak bo'ldi. Shunday qilib suvning qattiqligi 4 milligram ekvivalent, lekin qaynatgandan so'ng 2 milligram ekvivalent qoladi. 2 milligram ekvivalent, ya'ni kalsiy ionlari cho'kib ketadi. Qaynatilgandan keyingi qattiqligi demak 2 milligram ekvivalent bo'ladi. Endi 4-misolimiz xuddi shu misol, bir xil. Ushbu suvning qattiqligini yo'qotish uchun qancha soda qo'shishimiz kerak degan misol bo'ladi. Bu reaksiya yozib olamiz. Mana shunaqa bo'ladi. Bu kimyoviy ishlov berish. Unda ham kimyoviy ishlov berishda doimiyni ham nima deydi, muvaqqat, ya'ni vaqtinchalik qattiqlikni bemalol yo'qotadi. Kirishganda cho'kma tushadi. Bundan hisoblab chiqsak, demak, sodamiz chiqadi mana. Bundan chiqsak, sodamiz massasi chiqadi. Ya'ni ikkalasi 10.6 gram va 21.2 gram cho'kma tushadi. Anaqa soda sarflanadi. 21.2. Keyin osonroq yo'li bor. Bu nimaga kerak? 4 milligram ekvivalent ba'zi hollarda bu shu joy, shu usulni bilishimiz kerak. Ikkinchi usul, mana shu ikkinchi usulimizni yaxshilab bilib olishimiz kerak bo'ladi. Chunki ba'zi hollarda kalsiy bilan magniy sulfatning aniq konsentratsiyasi ma'lum bo'lmaydi. Hozir bu yerda e'tibor bersangiz, aniq konsentratsiyalar ma'lum, bemalol chiqarib olasiz. Lekin eritmaning qattiqligini bergan bo'ladi. Ya'ni suvning qattiq 4 milligram ekvivalent deydidagi qancha soda qo'shish kerak deydi. Endi keyin ketaveradi, sodani hajmda, zichlikda ketaveradi. Foiz berib turib hajmini toping deydi. Xullas shu asosiga quriladi. Eng oson yo'li ekvivalentga ekvivalent miqdorda kirishganligi uchun agar suvning qattiqligi
4 milligram 4 milligram ekvivalent bo'ladigan bo'lsa, reaksiyaga kirishgan natriy karbonatining ham ekvivalenti 4 milligram bo'ladi. 4 milligram bo'ladi. 4 milligram ekvivalent bo'ladi. O'shaning hisobiga natriy karbonatning ekvivalent massasini nima qilamiz? Ko'paytirib qo'yamiz. Ya'ni mana shuni bu ekvivalent massasi. 106 ni 2 ga bo'lsangiz, mana 53 ko'paytirsangiz 20.2 gram suvning nima qiladi? Qattiqligi kelib chiqadi. Oxirgi xulosa qiladigan bo'lsak, suvning qattiqligini topishlik uchun har xil holatda keladi. Konsentratsiyalar bilan ishlay olishingiz kerak bo'ladi. Foiz bilan, malyar bilan. Keyin qattiqlikni yo'qotishda qaynatish bo'lishi mumkin, qizdirish orqali yoki kimyoviy ishlov berish mumkin, soda kiritirish mumkin, ishqor qo'shish mumkin va hokazo. O'shalar haqida ma'lumotga ega bo'lishingiz kerak. Baribir suvning qattiqligini mavzusiga oid ma'lumotlarda yoki videoni yaxshilab ko'rib, bundan tashqari baribir ma'lumot o'qishingiz kerak. O'shandagina suvning qattiqligi unday qiyin mavzu hisoblanmaydi. Sizda umumiy ma'lumotlar bo'lsa, mana shu 4 ta misol asnosida kelib chiqadi. To'g'ri, endi bitta ikkita bo'lishligi mumkindir. Asosan 4 ta misol asnosida quriladi. Demak, suvning qattiqligi mana shu. Nasib bo'lsa, bundan keyin suvning qattiqligiga oid misollar sizga kor qilmaydi. Hammasini 100% ishlaysiz degan umiddamiz. Xayr, salomat bo'lingizlar. Yaxshi kunlarda ko'rish nasib qilsin. Bizni ijtimoiy tarmoqda kuzating. Telegram kanalimizga a'zo bo'lsangiz, qaysidir mavzu tushunarsizroq bo'lsa, qo'limizdan kelgancha to'g'ri xatolar, nuqsonlar bor, lekin imkonimiz qadar sizga yetkazishga harakat qilamiz. Kuzating va qo'llab-quvvatlang. Xayr, salomat bo'ling.